Bugun men Kayderman. Bugungi videomizda Minecraftda o'zga dunyo videosini davom ettiramiz. Mana hozir o'tgan qismda biz adashmasam mana bu yerdan mis olgandik. Mis olib hozir men o'zimga uy qidiryotgandim. Go'sht olgandik. Go'sht yeb olamiz. Endi bu yerda tepaga chiqib qolish kerak. Boltani olib birorta yo'q, biz axir kuchayishimiz kerak edi. Verstak yasolaman. Verstak buyoqqa qo'yamiz. Verstakda nima yasaymiz? Qilichlar. Avvalambor cho'p yasolamiz. Cho'p yasolganimizdan keyin bizda mislarimiz bor edi. Mislarni eritgani avval pechga yasolsak yaxshiroq bo'lardi. Hozir pechkani kichkinalarga qo'yamiz. Ozgina bag bo'lyapti. Hozir bu stekdan sesamiz pechkada ularni eritib olishimiz kerak. Pechtasini bu yerga qo'ysak, kutamiz. Mislar hozir birortasi bunda pishmagan. Bunda eribdi. Ikkita eribdi. Bugun hozirchalik qilich yoki birorta aslaha yassa bo'ladimi? Sizlar aslaha yassa bo'lar ekan. Hozir misli qilich yasaymiz. Ana endi toshligini tashlab ham bo'laveradi. Misliga yasolgandan keyin mana solish kerak ekan. Bitta misli olganimizdan keyin endi mana bu yerdan narsa yasaymiz, narsa craft qilamiz. Nima craft qilsam ekan? Hozircha limondan craft qilaman. Endi erigan mislarni olish kerak. Bundan olish kerak. Endi hozir adashmasam taxtda yasaymiz. Taxtidan hozir kirka yasab olishimiz kerak. Kirkadan keyin buni hozir endi mana bu gurzini ham yasash kerak. Gurzi. Endi hammasini joyini o'zgartirib olamiz. Hozir biz qilich yasasak bo'ldi. Boshqa narsa yasab qo'yibman qilich yasayman deb. Qani mislarim erdimi? Eribdi. Endi men qilich yasashim uchun cho'p kerak. Cho'p yasaymiz. Cho'pdan qilich yasaymiz. Barcha narsalarimiz full bo'ldi. Endi hammamizlar eriguncha kerak narsalarni aka tashlab kelaman. Bu keraksiz, bu keraksiz. Bu ham, bu ham, bu ham, bu ham, bu ham, bu ham. Bu kerakli, bu ham go'sht kerakli. Bular keraksiz. Endi men bu yerda narsalarni kiyib olishim kerak. Narsalar yasab olishim kerak. Hozir bosh kiyim yasaymiz. Full narsalar yasab olsak, bu dunyoda Xudo biladi qanaqa maxluqlar bor.
bundan yasaymiz. Bundan yasaymiz. Keyin bundan yasaymiz. Bunu kiyib endi yo'lga tushgan bo'laveradi. Bu yerda men bolta so'ramabman, shunisi chetaq bo'ldi. Bo'ldi, ketdik. Endi biz qayerga borsak ekan? Mana o'qishlarni qarang. Qayerga uchib ketishdi birpasda. Endi biz hozir uy yasab uy topishimiz kerak. Hozir biz uy uchun chiroyliroq joy qidiramiz. Qidirib chiqaverdi. Mana bularda adashmasam misa bo'lardi-ya. Misa bo'lar ekan. Mendik. Hozir boshqa bo'lmaydi. Adashmasam bu yerda egasi. Endi o'zingdan o'pkala. Menga bo'kiryapsan. Bo'ldi, buni pat tushirgan. Ostrich was slain by Cater. Pat tushirgan, xolos. Bu yangi. Bu haligi. To'ng'iz. Bu yerdan ketdik. Mana bu yerda chiroyli manzarani qaranglar. Xorda aytmaganda bu yaxshi chiroyli. Ana uni Zumradmi? Yo, oy, ozgina qoldi. Ana adashmasam Zumrad. Wow. Nega qatyapti? Bo'ldi, qatmay qoldi. Aytgancha esimdan chiqibdi. Adashmasam biz bunda hayvonlarga ham aylansak bo'lardi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Qayerdadir adashmasam shuni yasasakmi? Yo, shuni yasasakmi biz hayvonlarga aylana olamiz. Biz hozir tepada temir bor ekan. O'tgancha biz uy qidirayotgandik. Uy uchun normal joy shunga o'xshayapti, lekin bu nima? Qanaqa daraxt bu? Trijonmi bu? Shuni hech tushunmadim-da. To'rga turib blok kavlaydiman desam, yo'q, to'rga turam kalam ekan. Qishloq topdim. Ana bu yerda nima bor? Nima mana bu yerda oq narsalar? Bu holdan beri shular qatirayaptimikin-a? To'g'ri, shuni yoniga yaqinlashgandan keyin qatish kuchaydi. Bular bizga hujum qilmadimikin-a? Oqlar zarchalar. Demak, shular qatirayapti ekanda. Bo'lmasam men uradi deb urmarkan. Tepadagi narsalar nima ekan ular? Yo, voy dud. Nimalar bular? Qancha ishim yo'q. Mayda tekin temir turibdi, kalab olish kerak. O'zga dunyoga hech tushunmadim-da.
Lekin temirlar bu yerdan ketishi. Bekor shuga keldimi demanda rosa qotyapti. Bu nimaligini tushunmadim-u, lekin o'zgacha ekan. Hech e'tibor bermagan ekanman. Quyoshga qarasam ko'zim qamashar ekan. Tog' go'shtidan hozir yeb olamiz. Bu yerdan chiqib olishimiz kerak. Endi chiqsak bo'laveradi, ancha jonimiz to'ldi. Bekor ketman deymanda o'ta qatyapti. Qatishlar bu chegara emas. Bo'ldi-ye. Bu nima? Bu generatsiya bo'ladimi qani? Podishmam shutma qo'yilganga o'xshayapti. O'ta ajoyib bu g'aroyib narsa ekan. Biz shuncha payt qiynalib o'tiribmiz. Bizda teleport bor-u. Tepaga chiqish kerakmidi? Qayerda degan qishloq topish kerak. Qishloq qayerdasan? Nimaga qishloq shu yoqdamikan shu? Bu g'alati ishlayapti do'stlar, ko'rganinglarda o'zinglar. O'tda. Ash oqtiyondan tezroq ketish kerak. Hali qatgan sababi demak shu ekanda. Shu tomonga yurganda qatgan. Voy. Tezroq tepaga chiqish kerak. Bu qishloqda tezda o'marib bu yerdan ketish kerak. Oq narsani yondalik uchun o'ta qatyapti. Bu qatish jonga tegdi. Bo'pti do'stlar, videoni shu joyda tugatishimiz kerak. Tushunganinglardek, bu o'zga dunyoda ikkinchi qismi do'stlar. Ko'rishguncha, xayr.